Assalomu alaykum. Aziz qadrdonlar, 2025-yil 24-avgust va bizlar mana qulupnay ko'chatlarini 23-chislo kuni ekdik. Kecha koreyskiy sovuq bilan bu issiqxonamizda yarmiga koreyskiy sovuq yarmiga koreyskiy Kingsbury ko'chatlaridan ekdik. Ko'chatlarimiz 60 kunlik. Mana shunday 60 kunlik. Ko'chatlarni oralig'i agatlarimiz 1.40lik olingan. Ko'chatdan ikkita qator ko'chatni oralig'i 1 metr. Ko'chatdan ikkita ko'chat qatorisining oralig'i 30 santimetr. Ko'chatdan ko'chatgacha oraliqlar 20 santimetrdan qilib ekildi. Koreyskiy Solxyang va Kingsbury ko'chatlarimiz. Bu yil sal kamroq ekdim ko'chatni. Bu yil shu issiqxonamizda 2200 ta ko'chat ekildi. O'tgan yillar 2700 ta ko'chat sig'dirgandim. Bu yil sal kamroq ekdim. Ikkinchi issiqxonamizda ham xuddi shunday koreyskiy so'lkan ekildi va bu agatlar sal maydaroq. Agatlarimiz ko'chatdan ko'chatgacha 80 santimetr, ko'chatlar oralig'i, qatorlar oralig'i 25, ko'chatdan ko'chatgacha 20 santimetr ekildi. Sinov tariqasida bu yerda agatlar sal kichkina olindi. 1.20 lik agat olingan, narigi issiqxonamizga 1.40lik. Ko'chatlarimiz o'zini yaxshi tutmoqda. Mana shunday holatda ketmoqda.